إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo mana bizlarni Ramazon oyiga kirib va ibodat qilishga imkoniyat beryapti. Albatta azizlar, bu Ramazon oyida yanada ko'proq foyda olishligi uchun inson bir necha amallarni ko'paytirish kerak. Masalan, Qur'on o'qishlik, ko'proq zikr qilishlik, diniy amallarni qilish bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsak, unda o'sha inson Ramazon oyini barakasidan ko'proq foyda oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini hadislarida marhamat qilib aytadi, Ramazon oyida 4 ta amalni ko'paytiringlar degan. Hadisni davomida kelyapti, u 4 ta amalni ikkitasini qilishga sizlar majbursizlar deyapti. Birinchi amal Alloh subhanahu va taolodan jannatga dohil bo'lishni so'rashlik. Allohim bizlarga jannatni ato et. Jannatni so'raganda ham Firdavsni so'rashlik. Sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar jannatni Allohdan so'rasanglar, unda Firdavsni so'ranglar. Fa innaha a'lal jannah. Haqiqatda Firdavs bu jannatning eng a'lo baland joyida joylashgan deb aytganlar. Ikkinchisi esa do'zax va do'zax azobidan panoh so'rashlik. Alloh taolo barcha musulmonlarni, barchamizni do'zax azobidan saqlasin. Shuni doimo duo qilamiz ekan. Keyingisi la ilaha illalloh kalimasini ko'paytirishlik. Ya'ni shu kalima toyyibani la ilaha illalloh, la ilaha illalloh shuni ko'p aytib yuramiz ekan. Va oxirgisi esa Alloh subhanahu va taolodan gunohlarimizga istig'for qilishlik. Insonmiz, xato qilamiz. Ulamolarimiz aytadi, bizning gunohlarimiz emas, ibodatlarimiz ichida juda ko'p xatolar bor. Gunohlarimizni hisobga olmay qo'yaylik. Ibodat, namoz o'qiyapmiz-ku, zakot beryapmiz-ku, sadaqa beryapmiz. Shularning ichida qancha xatolari bor. Halol sodamizning ichida qancha xatolar bor. Poraxo'rlik, boshqa gunohlarni aytmay qo'yaylik. Shuning uchun azizlar, inshaalloh barchamiz oxirgi kungacha, Ramazonning oxirigacha va bundan keyingi hayotimizni eng asosiy qismi qilib, shu 4 ta amalni hayotimizga olib kelishga harakat qilaylik. Alloh taolo barchalarimizni jannatga dohil qilib va do'zax azobidan saqlasin.